Sizning kichik zo'migar o'yinchiqingiz esingizda bormi? Cho'ng televizorning keyni qistirilgan shu elektronlik o'yinchoq diskisida siz amroq aeroplan Mario va tanki bilan jang qilish qatorliq o'yinlar sizda zo'r darajadagi cheksiz xushallik va eslimlarni qoldirgan. Lekin siz balkim yaqin kelgusida bizning ko'ngil echish va xizmat usulimiz kichikina bir karta bilan amalga oshishi mumkin deb o'ylab boqmagan bo'lishingiz mumkin. Kompyuterning tarixiga nazar solsak, 1822-yildagi tunji ayrig'ishdan tortib hammabop tor mashinasi huqumining e'lon qilinishigacha hozirgi zamon kompyuterning asos qurilmasi barpo qilindi. Yerim o'tkazgich sohasining taraqqiy qilishiga ergishib, bir asrga yetmagan vaqt ichida kompyuter eng burun ig'irligi 30 tonnaga yetadigan holatdan bara taraqqiy qilib, hozirgi zamon xotir kompyuteri va aqliy iqtidorli yonfonga aylandi. Biz hisoblash mashinasini Sun Wukongning oltin gursisiga o'xshatsak tamamen bo'ldi. O'tgan 20 yilda elektron kasbining bu qonuniy iqtidori bilan o'lchamli ta'tir tanosibliq munosabatga ega qildi. Ammo yuqori sur'atli keng balbaq to'rining taraqqiyoti bulut kompyuterining borligiga kelishiga ergishib, biz iqtidori va qulaylikning amaliyotda bulut hisoblash orqali iqtidori bilan bog'lanishni yeshib, kompyuter qurilmasining bir qism iqtidori va qattiq detallarni markazlik holda avolalik boshqarg'ili bo'lganligini to'lib yetdik. 80-yillarning oxiridan 90-yillarning boshlang'ich bo'lgan mezgilda biz iqtidorsiz xizmat punkti shaklida o'tirg'i chiqqan. Ayni vaqtda loyilashning dastlabki maqsadi yuqori bo'lgan qattiq disk tannarxi va boshqarish tannarxiga taqobil turish uchun yumshoq diskni olib ketish to'g'ri keladi. Dastlabki mezgildagi to'rxona ilgari disksiz xizmat punktida keng ko'lamda qo'llanilgan tip edi. Bugungi kunda to'r sipasining uzluksiz eshishiga ergishib, bu hukum umumlashishga boshladi. Bu xil bulut mulozimati tunji qatam kompyuterning yadroliq iqtidorini ko'z oldimizdagi kompyuterdan yo'tkab ketdi. Balki yiroqdan boshqarilgan mulozimatlar orqali kishilarning kompyuter qurilmasini saqlash va boshqarish iqtidorini kompyuterga topshirishni amalga oshirdi. Amazon, Google'dan iborat davlat ichidagi internet savdogarlarining har qaysi magnatlari vasbasda suv bulut ustal yuzni sinadi. Faqat to'r hukum ravon bo'lsa, abonentlar amdi ko'z oldidagi amaliy kompyuterning cheklimasiga uchramaydi. Shunga internetdan iborat bu yangi omilning ta'sirida shaxsiy kompyutermi texnik kuchli, texnik yirik o'zaro ziddiyat talabidan qutulib chiqdi. Bulut hisoblash iqtidoridan foydalanib, iqtidor cheklamasini cho'rib tashlab, terminalni kompyuterga ulanadigan uchur ulash eg'iziga oddiylashtirib, shaxsiy kompyuter qurilmasidagi kishan qo'lidan sakrab chiqdi. Shunga bulut kompyuterni taraqqiy qildirish, bulut hisoblash kasbiy sohasining yangi yuzlanishi bo'lib qoldi. 21-asr qadam qo'ygan 2-10 yilda olimlarning tirishish orzusi oxiri reallikka aylandi. 2020-yillik bulut makonlashtirish yig'inida Alibaba tunji bulut kompyuterga soyasiz deb ism qo'ydi. Abonentlar faqat bir dona ekranni tutashtirsalar, knopka taxtasi va mausning kart shaklidagi sirtqi qurilma yuqori sur'atli simsiz to'r orqali bulut kompyuterga tutashtirilib, suratsiz bulut hisoblash afzalligini to'liq joriy qildira oladi. Abonentlarning ehtiyojiga asosan har vaqt hisoblash kuchi va saqlash bo'shligiga solishtirganda o'xshash iqtidorli kompyuterlarning faqat yarim bahosida bo'ldi. Bu xuddi yakki yana elektr stansiyalarini elektr to'riga kirgizib, tok bilan markazlik ta'minlaganga o'xshash yuqori unumlik ham energiya tejashga o'xshaydi. Bu texnika yana jamiyatning 50 dan ortiq hisoblash kuchi boyliqni tejashga yordam berdi. Jonliq va iqtidor baho nisbatini saqlash bilan bir vaqtda oliy bulut sipsimi mushundoq ilg'or kompyuterni nihoyat yuqori iqtidor bilan ta'minladi. Yakki mashinaga eng yuqori bo'lganda 104 yadroliq 1.5 T ichidagi saqlag'ichni ishlatgan bo'ldi. Shaxsiy kompyuter sohasida 16 yadroliq CPU, 64 T ichidagi saqlag'ich allaqachon intayin yuqori saviyaga yetgan hisoblanadi. Mayli kundalik xizmat yoki kasbiy karton filmlar bo'lsa, hammasi ehtiyojni qondira oladi. Shuning bilan bir vaqtda barliq sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilish va saqlash ishlari bulut sipasida elib berilgachqa, kompyuter yumshoq detallari yutib ketish yoki zaxmlanishdan kelib chiqqan sonliq ma'lumotlarning oshkorlanib qilishidan eng zo'r darajada saqlangan bo'ldi. Bugungi kunda biz vaqtni keyinga surib, dadillik bilan 10 yildan keyingi hisoblash fursatining qanday bo'lganligini faraz qilib boqaylik. Balkim bir dona air ko'zoynak orqali topshirish va qo'l ishoratini moslashtirib farqlantirsak, ekran knopka taxtasi, mouse qatorliq sirtqi qurilmalarning bizga keragi qolmasligi mumkin. Biz balkim bir dona chaqmoqning hajmi cho'nliqidagi asosiy apparatni o'z mingimizga ulab, mashg'ulot elib berishimiz mumkin. Bir ko'zoynak bir dona chaqmoq cho'nliqidagi asosiy apparatga bulut ichidagi cheksiz hisoblash kuchi bilan saqlash iqtidorini birlashtirsak, dal kelgusidagi kompyuter taraqqiyotiga erisha olamiz.